Ben aldığınki 2 yılda kişilerinin arzusunu qandaq amalga oshirdiganligini tadqiq qildim. Biz arzuyimizni o'ylagan chig'imizda bu dunyoda iznalar qoldirishni umid qilamiz. Odamni hayron qoldirdigani shuki, bizning arzuyimiz va yuz bermagan ish orasida bek ko'p qaytalanish bor. Shunga men sizlarga bizni arzuyimizga yetkazmaydigan 5 xil yo'lni so'zlab beraman. Birinchi, bir kechada muvaffaqiyat qozonishga ishonish. Siz bu hikoyani bilasiz, shundaqmi? Bir texnik bir yanfon appli Italiya yasabdi va 8 night tezda nurg'un pul tepibdi. Siz bilasiz, bu hikoya qarama-qaras, biroq men ishonaman bu hikoya to'liq emas. Agar texnik ishkarlar tekshirsangiz, bu yigit bundan burun 30 app yasagan, hamda bu temaga usta bo'lib, doktor unvoniga erishgan. U bu tema to'g'risida 20 yil izlangan. Bu haqiqatan qiziqarli. Braziliyada kishilar meni bir kechada ustuq qozongan deb o'ylagan hikoyam bor. Men odatdagi bir oilada tug'ilgan. Massachusetts tabiiy tillar institutiga iltimos qilishning oxirgi ish haftasida men bu iltimos jarayonini boshladim. Hamda qarang, men qila oldim. Kishilar balkim buni bir kechada ustuq qozonish deb o'ylaydi, ammo bu faqat 17 yil buning uchun tirishganimning natijasi. Men hayotim va ma'rifatga astoydil muomala tutaman. Sizning bir kechada ustuq qozongan hikoyangiz bo'lsa, u dal bir umr qilgan ishingizning shu vaqtga to'g'ri kelganligining natijasi. Ikkinchi, boshqalarning sizga deb berishiga ishonishingiz. Kishilar doim yordamga muhtoj bo'ladi, rostmi? Har xil kishilar, oilangizdagilar, do'stlaringiz, savdogarlashuvchingiz, siz menga desak yo'l to'g'risida hammasining o'z ko'z qarashi bor. Sana desam o'sha yo'lda mang'in. Ammo menga bo'lib yana cho'qim tanlaydigan boshqa yo'llarga duch kelasiz. Bu yo'llarni tanlashda o'zingiz qaror chiqarishingiz kerak. Hech kim sizning hayotingizga mukammal javob beramaydi. Siz mush qarorlarni chiqarishga muhtoj. Shundaqmi? Bu yo'llar cheksiz. Hamda siz qiyinchiliklarga uchrab tursiz. U bo'lsa bu jarayonning bir qismi. Uchinchi, bu tushuniksiz ammo bek muhim. Ilgirlash cho'ng bo'lgan yerda turib qilishni qaror qilish. Shunga hayotingiz yaxshi chog'da turganda bu yaxshi chog'larni yig'ib qo'ying. Sizning erishganingiz oshidi, hammani vaqtni o'rlashtirishga topshiring. Men birinchi kitobimni nashr qilgan chog'imda bu kitobni Braziliyaning har qaysi yerga tarqatish uchun bekla tirishdim. Mushu orqali 3 milliondan ortiq kishi buni to'rdan tushirdi, 50 mingdan ortiq kishi ko'paytirilgan nusxasini setib oldi. Davomini yozgan chog'imda ba'zi taraflar kafolatga ega bo'ldi. Asirishgan taqdirdimi setilishi yaxshi bo'la oladi, ammo yaxshi bo'lish hargiz yaxshi emas. Bir nuqtaga intilgan chog'ingizda burunqidami bakrak tirishishingizga hamda o'zingizga boshqa nuqta izlashga to'g'ri keladi. Balkim asirishgan bo'lsam, necha yuz minglagan kishilar buni o'qishi mumkin. Bumi yaxshi bo'ladi, ammo yanama bektirishgan bo'lsam, bu sonni millionga yetkazgan bo'lardim. Bu mening yangi kitobimni ilib Braziliyadagi har qaysi shtatlarda yurganimning sababi. Men texnik egiz nuqtani ko'ra oldim. Mush yerda turib qilishga vaqt chiqmadi. To'rtinchi, bu intayin muhim. Xatolik bo'lsa, boshqalarning ishkaligiga ishonish. Men doim kishilarning mening shunday yaxshi o'yim bor, ammo hech kim mablag' solmadi. Men bu ulug' kashfiyatni borliqqa keltirdim, ammo bozor yaxshi emas, yaxshi setilmayotdi. Yoki men talant egasi topolmadim, mening guruhimda umid yo'q. Agar orzuyingiz bo'lar ekan, bularni amalga oshirish sizning mas'uliyatingiz. To'g'ri, balkim talant egasi tepishda. To'g'ri, bozor nachar bo'lishi mumkin. Biroq agar hech kim sizning o'yingizga mablag' solmasa, agar hech kim sizning mahsulotingizni setib olmasa, albatta sizning xatoligingiz bor. Mutlaq. Siz orzuyingizni amalga oshirishga muhtoj. Hech kim orzuyini yolg'iz amalga oshiramaydi. Ammo ularni amalga oshiramisingiz, bu boshqalarning emas, sizning xatoligingiz, o'z orzuyingizga mas'ul bo'ling. Eng oxirgisi, bu o'xshashli bek muhim. Birdan bir muhim narsaning orzu armon ekanligiga ishonish. Bir qatim bir e'lonni ko'rdim. Bir muncha do'stlar taqi yamash qilmayapti. U bek egiz taqgan qiladigan ishmi bekchiq. Siz ularning targich minib ketganini ko'rsiz. Bu jafoliq ish. Ular bu ishni qildi, eng oxirida taq cho'qqisiga chiqdi. Albatta ular tabriklashni qaror qildi, to'g'rimi? Men tabrikladim. Biz qila oldik. Biz taq cho'qqisida. 2 sekunddan keyin bir-biriga qarashib shunday deyishdi. Valday hamda tushib ketaylik. Hayot nishonning o'zi emas. Hayot bo'lsa bir safar. Shundaq, siz nishondan o'zlanishingiz kerak. Ammo kishilar buni orzu deb o'ylaydi. Hamda ularning birini amalga oshira olsangizlar, u baxt bilan qo'rshalgan sehrli joyga aylanadi. Ammo orzuni amalga oshirish bo'lsa, bir vaqtlik sezim. Hayot undaq emas.
Arzuyunuzni amalga oshirishning birdan-bir yo'li safaringizning har bir qadamida huzurlanish. Bu eng yaxshi yo'l. Shundaqli safaringiz bo'lsa, oddiy u qadamlardan tuzilgan. Ba'zi qadamlar dal to'g'ri, ba'zi chaqlarda xato bo'lib qoladi. Agar to'g'ri bo'lsa, tabriklang. Chunki ba'zi kishilar tabriklash uchun uzun vaqt kutadi. Agar xato bo'lsa, buni o'rganishga tegishli savoq qiling. Agar har bir qadam o'rganadigan savoq yoki tabriklashga aylansa, siz bu safarni cho'qim yoqtirsiz. Shunlashqa bu 5 nuqta bir kechada utuq qozonishga ishonish, boshqalarning sizga javob berishiga ishonish, ilgirlash kapolatga ega bo'lganda to'xtab qilish kerakligiga ishonish, xatolik boshqalarning ekanligiga ishonish, muhim bo'lgani faqat nishonning o'zi ekanligiga ishonish. Mana ishoning, agar shularni qilsangiz, orzuyingizni barbod qilasiz. Rahmat.